Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, ota-onalar, ustozlar. Mana sizlarga yana bitta yangilik. 2-sinf 100, ya'ni 2-sinf matematika 4-qism 117-mavzu sini sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Xudo xohlasa bu yerga mana shu 2-sinf 4-qismini to'liq shaklda, ya'ni darslarini YouTube sahifamizga joylashtirib boramiz. Birinchi, ya'ni 117-mavzu ko'paytirish xossalari. Qaranglar, ko'paytirish xossalari. Mana sizlarga rasm tasvirlangan. Rasmda nechta anor va olma tasvirlangan. Ifoda tuzing, ular qanday umumiylik bor, ular nimasi bilan farq qiladi. Bu yerda nechta borligini topishimiz kerak, to'g'rimi? Qaranglar. Mana bu balandligiga nechta anor bor? 3 ta. Bu tomongacha 4 ta anor bor ekan, to'g'rimi? Endi shu yerda nechta borligini topishimiz uchun 3 ga 4 ni ko'paytirishni o'zi bizga yetarli. 3 ko'paytirilgan 4 mana. Barobar nimaga teng bo'ladi? 12 ta anor bor ekan. Sanab chiqsanglar ham bo'ladi. Mana bunisidachi. Bu tarafi 4 ta, bu tomon 3 ta ekan. Bunda nima? Bu ham 12 ta. 4 ga ko'paytiramiz. Shuni barobar 12. Nimasida umumiyligi bor? Jami sonida anor ham 12 ta, olma ham 12 ta. Ikkalasi ham 12 ta, 12 ta. Ular nimasi bilan farq qiladi? Nimasi bilan? Bittasi balandligiga 3 ta joylashtirilgan, ikkinchisi esa balandligiga 4 ta olma joylashtirilgan, ya'ni qatorida farq qilyapti. Tushunarlimi? Joylashtirishi bo'yicha. Endi olma bilan onarning farqini o'zingiz bilasizlar. Endi sizlarga bitta narsa, bu yerda sizlarga nimani anglatmoqchi desa, qaranglar o'quvchilar, diqqat bilan. 3 ko'paytirilgan 4 barobar 4 ko'paytirilgan 3 ga teng bo'ladi degan narsani sizlarga mana shunday amaliy misol bilan ko'rsatib o'rgatishmoqchi. Tushunarlimi? Ya'ni ko'paytuvchilarning o'rni almashgan bilan ko'paytmaning miqdori o'zgarmaydi. 3 ga 4 ni ko'paytirsam ham 12, 4 ga 3 ni ko'paytirsam ham 12. Mana bu yerda sizlarga ko'rsatilgan, yana hozir aytib o'tganim, a ko'paytirilgan b barobar b ko'paytirilgan a. Ikkalasi ham mana shunday. Endi qaranglar, qulay usul bilan hisoblang. Ko'paytirish o'rin almashtirish xossasidan foydalaning. Qaranglar, ko'paytirishning oson usuli 0 ni oxirga tushib qo'yaman. 3 kara 6 nimaga teng bo'ladi? 3 kara 6 18 ga teng yozamiz. Mana shunday. Endi qaranglar. Mana shu 0 ni yozib qo'yamiz yana. 0 ni o'zini yozaman. 8 kara 2 nimaga teng edi? 16. Juda ham oson. 6 ga 10 ni ko'paytiradigan bo'lsam nima chiqadi? 60 chiqadi. Qaranglar, mana shu yerda 70 ni 3 ga ko'paytirganimizda ham 0 ni yozib qo'yaman. Keyin 7 ga 3 ni ko'paytiramiz. 21. Javob 210 chiqdi. 3 ga 40 ni ko'paytiramiz. Bu yerda ham 0 ni yozib qo'yaman. 3 ga 4 ni ko'paytiraman. 12. Javob 120 ekan. Qaranglar, bir to'plamda 6 ta finjon bor, bir qutida 5 ta finjonlar to'plami bor. 2 ta qutida jami nechta finjon bo'ladi deb. Bitta to'plamda 6 ta finjon bor, bitta qutida 5 ta finjonlar to'plami. Mana shunday finjonlar to'plamidan necha quti bor ekan? Qaranglar. Mana shu 6 ta 6 talik, mana shulardan hammasini bitta katta qutiga solib qo'yishibdi. Nechta ekan? 5 ta bor. Jami nechta finjon bo'ladi desa, 6 ni 5 ga nima qilamiz? Ko'paytiramiz. 6 kara 5 nimaga teng? 30. Shu paytgacha karra jadvalini yodlamaganlar bo'lsa, Telegramda yozadigan bo'lsanglar, sizlarga karra jadvaliga doir juda ham ko'p misol beraman. O'shani bajarasizlar, ya'ni karra jadvalini yodlamay qiynalayotganlar bo'lsa, u yerda takror kelgan o'shalarni bir 10 betga yaqin o'shalarni ishlatadigan bo'lsangiz, ancha yodlashga yordam beradi. Bular bepul sizga tashlab beraman. Yozadigan bo'lsanglar menga. 4-chi. Navro'z munosabati bilan mahallada bayram dasturxoni yozildi. Bitta stolga nechta likopcha qo'yilgan? Savollarni o'qiymiz. 5 ta stolga nechta likopcha qo'yilgan? Ifoda nimani anglatadi? Qaranglar mana. Birinchi savoliga javob beramiz. A ning birinchisiga. Misol kichikroq olaylik, kattalashib ketdi shekilli uchun. Qaranglar. Bitta stolga nechta likopcha qo'yilgan? Mana bu tomonga 2 ta mana. Bu tarafga esa nechta? 4 ta. Sanab chiqsanglar ham bo'ladi, lekin ko'paytirganda osonroq topamiz. 4 ga 2 ni ko'paytiramiz, nima? 8 ta.
Bitta stolda nechta ekan? 8 ta likopcha bor. 5 ta stolga nechta likopcha qo'yilgan? 5 tasigacha 8 ni nimaga ko'paytiramiz? 5 ga. 8 kara 5 nima chiqadi? 40 chiqadi ekan. Endi ikkinchi savolni qaranglar. 2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5. Bu ifoda bizga nimani anglatadi deyapti. Ya'ni birinchi navbatda 2 ni 4 ga ko'paytirib, keyin 5 ga ko'paytirganimiz nimani anglatadi? 5 ta stolda nechta likopcha qo'yilganligini bizga anglatadi. Qaranglar, 5 ta stolga nechta yashil likopcha qo'yilgan? 5 ta stolga nechta ko'k likopcha qo'yilgan? Endi qaranglar. Yashil likopchalar pastida turibdi, to'g'rimi? Bitta stolda nechta yashil likopcha bor? 4 ta. Bitta stolda 4 ta yashil. 5 ta sizda. Topishimiz uchun 4 ni ko'paytiramiz 5 ga barobar 20. Endi ikkinchi savoli ko'k. Ko'k qancha ekan? Ko'k yozaman, ko'k. Bitta stolda nechta? Bitta stolda 4 ta va uni ham 5 ga ko'paytiramiz jami 20 ta. Mana tepasida 4 ta ko'k bor, pastida 4 ta yashil. Ifoda nimani anglatadi? 2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5. Bu ifoda nimani anglatadi deb savol berayotgan bo'lsa bizga, jami likopchalar soni. Namuna bo'yicha yozing va hisoblang. Mana. Endi oson usuldan ko'paytirishning umumiy foydalarini, xossasidan foydalanib bajaramiz. Qarang, 6 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 5. Bizga oson usulda bajarishimiz uchun 6 ko'paytirilgan oldin 2 ga 5 ni ko'paytiramiz, o'quvchilar. Chunki 2 ga 5 ni ko'paytiradigan bo'lsam nima chiqadi? 10 chiqadi. Shuning uchun birinchi navbatda oson bo'lishi uchun 2 ga 5 ni ko'paytirib olamiz. 6 ko'paytirilgan 2 ga 5 ko'paytiradigan bo'lsam 10, 6 ga ko'paytiramiz 60 chiqadi. Barakalla. Endi qaranglar, endi qayerga keldik? Ikkinchisiga 5 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 2. Ustoz, o'rni almashtirgan bilan qiymat o'zgarmaydimi degan bo'lsanglar, ko'paytma payti o'rin almashtirganimizda uning qiymati o'zgarmaydi. Ko'paytuvchilarning o'rnini o'zgartirganimizda qiymat o'zgarmaydi. Shuni har doim esingizda saqlang. Bu yerda ham 5 ga ko'paytiramiz 2 ni, nima chiqadi? 10. Keyin 8 ga ko'paytiramiz. Sizlar oldin qavs ichini bajarib olamiz deyotgan bo'lsanglar ham to'g'ri. Biz oson usulda ishlaganimizda oldin mana shu ikkalasini ko'paytirib olamiz. 10 bo'ladi, keyin esa 8 ga ko'paytiramiz barobar 80 chiqar ekan. Keyingisida 4 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 2. Bunda ham shunday qilamiz. 4 ko'paytirilgan 5 ga 2 ni ko'paytiramiz. Nimaga teng bo'ladi? 10 ga teng. Keyin 4 ga ko'paytiradigan bo'lsam 10 ni javobi 40 chiqadi. Keyingisi 5 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 7. Bu yerda ham 5 ga ko'paytiraman 2 ni, keyin esa 7 ga ko'paytiramiz. 5 ga 2 ni ko'paytiradigan bo'lsam 10, keyin 7 ga ko'paytiraman, barobar nima bo'ladi? 70 bo'ladi. Barakalla. 6-chi misolga o'tamiz. Har bir stolda 4 likopcha yer yong'oq, 2 likopcha bodom, 4 likopcha yong'oq. Qandom pistani topish kerak ekan. Jami 3 ta stol, 42 ta likopcha bor ekan. Endi qaranglar, 3 ta stol, har bittasida 4 ta likopcha yer yong'oq bo'lsa, jami nechta yer yong'oq bor? Ko'paytiramiz, 12 bo'ladi. 12 ta likopcha ketdi. Keyingisi 2 ni ko'paytiramiz 3 ga, barobar nechta likopcha ketadi? Nechta? 6 ta, barakalla. 4 ni ko'paytiramiz 3 ga, barobar yana 12 ta likopcha ketdi. Jami qancha likopcha ketdi? Qo'shamiz. 12 qo'shilgan 6 qo'shilgan 12 barobar 30 ta. Endi tasavvur qilinglar, 30 ta likopcha ketdi. Bizda jami nechta likopcha bor edi? 42 ta. 30 ni ayiramiz. Nechta likopcha qoladi? 12. Endi qaranglar. 3 ta stolda, o'quvchilar, bunisi sal murakkabroq, yaxshilab tushunib olinglar. 3 ta stolda 12 ta likopcha bo'lsa, bitta stolda qancha bo'lishini topishimiz uchun 12 ni 3 ga nima qilamiz? Bo'lamiz. Barobar necha chiqadi? Javobi 4 chiqadi. Xondon pista nima ekan? 4 ta likopcha xondon pista bor ekan. Har bir stolda mana bu joyga so'roq o'rnidagi son nimaga chiqar ekan? 4 bo'lar ekan. Adashib ketmanglar. Mana shuni yaxshilab yozib olinglar daftarga. 7-chi, bunisi uyga vazifa ekan. Misollarni yeching, qaranglar. Sochib tashlaymiz hozir misollarni.
2 ko'paytirilgan 40. Boya o'rgatdim, 0 ni o'zini yozamiz, keyin 2 ga to'g'ri ko'paytiramiz 8. Barakalla. 3 ko'paytirilgan 50. 3 kara 5 nimaga teng? 0 ni yozamiz, 3 kara 5 15 ga teng. 7 ko'paytirilgan 10. 7 ga 10 ni ko'paytiradigan bo'lsam 70 chiqadi. 2 ko'paytirilgan 100. 2 ni 100 ga ko'paytirganimiz nima bo'ladi? 200. Mana shu 10 ga 100 ga ko'paytirganda o'shani 0 ni nargisiga o'tkazib yuboramiz. Bo'ldi. Juda ham sodda. Endi qaranglar, 3 ko'paytirgan 5 ko'paytirgan 2. Boyagi misolga o'xshash ekan. 5 ga 2 ni ko'paytiramiz 10. Keyin 3 ga ko'paytiramiz, nimaga teng bo'ladi? 30 ga teng bo'ladi. Barakalla. 4 ko'paytirgan 2 ko'paytirgan 5. Qaranglar, qavs mana bu joyda turibdi-ku. Biz 2 ga 5 ni oldin ko'paytiramiz birinchi navbatda. 4 ga ko'paytiramiz, 10 ni barobar 40 chiqadi. Endi esa masala bor ekan-a? Masalani ham birgalikda bajaramiz. X soni 3 ga bo'lishdi va 9 ga ega bo'lishdi. Qaysi sonni 3 ga bo'lsam 9 chiqar ekan-a? Qani kim biladi? Qani aytinglarchi? Kim aytadi? Yoki mana shu izohda yozib ketsinglar ham bo'ladi. X ni bo'lamiz 3 ga barobar 9. Birinchi topgan o'quvchiga 2 ta 5. 2 ta yulduzchali 5. X barobar 9 ni ko'paytiramiz 3 ga, nima chiqadi javobi? 27 chiqadi. Mana sizlarga. Javob 27. Endi qaranglar, keyingisi B sini bajaramiz. Y sonini 9 ga ko'paytirishdi. Natijada 54 hosil bo'ldi. Y ni topishimiz uchun 54 ni 9 ga nima qilishimiz kerak? Bo'lishimiz kerak. Y barobar javob nima chiqadi? 6. Ya'ni 6 ni 9 ga ko'paytiradigan bo'lsam 54 hosil bo'ladi. Ana shunday topishimiz ham mumkin. Endi qaranglar. D esa Z sonini 23 va 14 sonlari yig'indisiga qo'shishdi. Z sonini 23 va 14 sonlariga qo'shishdi deyapti. Qo'shamiz. Natijada 51 ga teng bo'libdi. Z ni topishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Z ni topishimiz uchun mana qaranglar. Oldin 23 ga 14 ni qo'shamiz. 37 chiqadi barobar 51. Z barobar 51 dan nimani ayirishimiz kerak? 37 ni ayirishimiz kerak. Z ni topganimizda javob 14 chiqar ekan. Tushunarli bo'lgan bo'lsa juda ham xursandman. Like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Keyingi videolarni kutib qolinglar. Xayr, salomat bo'linglar.